Xo'sh, men o'zimni yangi uyimga ko'chib keldim. Albatta, birinchi o'rinda nima qilish kerak? Ish qilish kerak. Ish uchun ham ish topish kerak. Albatta, hozir biz ish topishimiz kerak. Unda ishsiz qanday yotmaymiz. Hammaga salom, sizlar bilan biz ko'rganinglar, apokalipsmi bir bola bo'lyapti. Uni tovuqni qaranglar, qanchalik katta bo'lib ketdi. Chinni bo'lyapman. Bu rayondagi voy bola ishoninglar. Rayon shunaqa zombilarga o'xshaydi. Astag'firulloh, bo'pti, aylanib ko'raylikchi. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? Nimalar bo'lib ketdi, mana shekillar kulib o'tiribdi ekan. Hatto mana odam bor ekan, u qochib tanishib olish kerak. Xo'sh, assalomu alaykum jettillar. Ana o'zi kelib qoldi-yu, qaranglar. Tushunmadim. Men tanishlarmi? Ha, sen taniymiz, seni boss istayotgandi. Nima? Короче, aytyapsan, unaqa taniyman deb tanimaydigan odamni oldiga unaqa qilib borib olmaydi. Bo'ldi, yig'ishtirish o'zingni. Короче, seni isming Brestmi? Ha, meni ismim Brest. Короче, seni mana bizni Jo'xa degan akamiz seni, короче, bizni boshlig'imiz. Jo'xa seni istayapti, o'zi ketgan. Sen короче komanda bilan Jo'xa aytdi, biz bilan ishlaysanmi yo'qmi? Qanaqa ish endi bu? Men bilmaydigan ishni sarazi xo'p demayman-ku. Jo'xa endi senga aytdi, просто aytmoqchi, sen topolmay yurudi. Jo'xa aytgani bo'yicha bizni ishimiz, короче, ishlaganingda ko'rasan-da. U короче ishda sal birikdi, mafiyaga o'xshagan ish. Men hozir shunaqa katta ishda ishlaymanmi? Uni deb qo'rqitmanglar meni. Endi qaradi, Jo'xa aytdi. Ishtayman, Jo'xa aytdi. Xo'p. Короче, qanaqa ish bo'pti, unda ishlayman, oyiga qancha beradi? Endi uni ishlashingga qaraydi. Normal ishlasang zo'r pul beradi, yaxshi ishlanmasang ko'p pul bera olmaydi. Unda yaxshi zo'r ekan. Albatta men ishlashga harakat qilaman va mana joylarni ham sotib olaman. Bu kim mashinasi? Meni mashinam, buni Jo'xa menga bergan. Yaxshi ishlaganim uchun. Sen ham albatta shunaqa mashinalar olasan. Biz bilan ishlasang bo'ldi, xolos. Sen o'rnida bor, bazamizga kel. Ashada bolalar bilan tanishib ol, birinchi o'rindagi ishlayman desang. Yo'q, bo'ldi, men ishlayman. Ish zo'r ekan, yoqdi. Mashinangizni bitta ochib ko'ra olaymi? Ha, ochib ko'ra olay. Ham bizni sensirama. Bir-birimizni anaqa sizlaymiz. Uni o'ylab ko'raman. Ana mashinani qaranglar. Вообще zo'r ekan. Lekin sideynalar u вообще elektronviy. Faqat ichiga kirma, bo'ldi. Xo'p. Qarang, o'tirib ko'rsam bo'ladimi? Ha, o'tirib ko'rsang bo'ladi. Qani o'tirib ko'raylikchi. Normal, zo'r ekan. Xarosh. Qanday yopaman endi buni eshigini? Bo'ldi. Bilaman. Borsang, unda ichkariga kirib tur. Xo'p. Xo'sh, bo'pti, qani kirib ko'raylikchi. Yaxshi narsalar, ma'lumotlar ham kiradi. Ana, astag'firulloh. Assalomu alaykum. Kimsizlar? Sen kimsan? Kim keldi oldimizga? Kim kirdi? Men короче bilan yangi ishchiman. Jo'xa meni o'zi chaqirdi. Jo'xa chaqirgan bo'lsa unda yaxshi. Ishingni qil, nima ish qilasan? Sizlar bilan tanishgani keldim o'zi bu yerga. Ha, unda meni ismim короче ismim Mira. Mira senikichi. Kira senikichi. Senikichi. Meniki Brashk. Brashk. Xo'sh, hammalar bilan tanishib oling. Mening ismim Brest. Tanishganimdan xursandman. Xo'sh, nima ish qilamiz ekan? Oddiy ish. Mafiyaga o'xshagan. Boshqalarni o'ldiramiz. Ha. Oddiy boshqalarni o'ldiramizmi? Yo'q, sen tushunmading. Boshqa odamlarni o'ldirishimiz kerak. Yomon odamlarni. Ha, bo'ldi, tushundim. Xo'sh, qachondan ish? Biz Jo'xani kutyapmiz. Jo'xa kelgandan keyin hamma ishni boshlaydi. Jo'xa o'zi aytadi nima ish qilishni.
Ha, menga shuni aytdi lekin. Bo'pti unda sizlar bilan turib kutamizda Johani. Xo'sh, bo'pti. Ha, bolagingizniki zo'r ishlaysiz, zo'r bolasiniki. Ha, rahmat.